man kaminillari oxirgi bir tiniqimdan qog'icha ko'nglimdagi gaplarimni siz do'stlarga izhor aylamakka fursat topolmay ketarmanmi deb qattiq xavotirlandim. Alhamdulillah shukr. Buningga fursat bo'ldi. Mening deydig'inim, har qaysi g'ozillarimiz shuncha ulug' ishlarni qildilarki, Qumuldan boshlangan qo'zg'olon alhol bu kunlarda butun o'lka miqyosida hamma millat xalqlarining inqilobiga aylanib ketdi. Oltay tog'laridan Ko'ylongacha, Tianshandan Pamirgacha, Allohazal, Qiyos, inqilob yolqini tutashmagan birmi yurt qolmadi. Bu inqilob nishonisining aniq va to'g'riligi, doirasining kenglik e'tibori bilan yaqinqi zamon tariximizda misli ko'rilmagan zo'r ish bo'ldi. Afsuski, mukammal g'olibiyatga erishish arafasida inqilobning mevasi Shinsay degan mal'unning qo'liga tushib ketdi. Bu fojia kifoya qilmagandek, har birlari uning bilan sulh tuzib do'stlashibsizlar. Uningga e'tiqod bog'labsizlar. Tunugullar qo'zg'olonni tinchitish tardori bo'lib, necha minglagan qarindoshlarimizning qinini ishgan bu jallod bugun to'polondan to'qach o'g'irlab, kemak hayyar misoli bir mollaq etibla xalqparvar bo'lib olsa, uningga nechik e'tiqod qilg'ili bo'ladi. Qadimkilar bo'rining og'zi yeyisimi qon, yemisimi qon debdikan. Bu hikmatni unutib qolmaslik lozim edi. İslam danışmanlaridan Shayx Sa'di hazratlari dushman vaqtiki cho'ng hililardan ojiz qolsa, do'stlik zanjirini qimirlatar. Ondan so'ng do'stlik surti bilan shundoq ishlarni qilurki, hech qanday dushman qilmoqqa qodir bo'lmas degan edi. Afsuski, har qaysilari Shinsayga e'tiqod bog'lab, nihoyat zo'r xatolik sodir qilishdilar. Bayatın beri hacimga ve onun fidailariga cheksiz aqida ve izzat ikram ko'rsatgan. Uning ustiga tunji qitim didorlashayotgan bu bovoyning og'zidan shundoq tanqid aralash qattiq so'zlarning chiqayotganligi so'rindikilarga yo'chun belindi chig'i ularning hammasi degudek bir-biriga ajabsanib qarashdi. Bo'libmi, hojimning bu gaplarni qattiq elib o'ltirganligi uning chiroyidan belinib turadi. Axir u taqat qilolmadi bo'lg'ay. Yo'chilli gaplarni qilyotdilar taqsir. Biz Shingdubanning o'ziga emas, bizni yarashtirib qo'ygan Shuralar hukumatiga ishondik. Shu qitim orada putilgan putimga konsulning o'zi shahid bo'lib qo'l qo'ygan. Buni bayroqda angladilar-ku. Dar haqiqat angladim. Hammani angladim. Qosim apandining izohatlarini angladim. Ammo shu konsulning o'ziga ishongili bo'lamdi. Nemishqa ishongili bo'lmasin. Shuni askartib o'tayki. Konsul Zlatkin o putimga Shuralar hukumati nomidan qo'l qo'ygan. To'g'ri, konsul degan albatta o'z hukumatining vakili, ammo shu hukumatning o'ziga ishongim kelmaydi. Andaqda siz Shuralar hukumatini yaxshi ko'rmaydigan o'xshaysiz. Yo'qsa apandim, siz mening gapimni xato tushunyapsiz. Men Shuralar ittifoqiga ishonmayman demadim. Ularning hukumatiga, ya'ni shu hukumatning bizga tutgan siyosatiga ishongim kelmaydi da'vataman. Baribir emasmi? Yo'q, zinhor undaq emas. Siz o'qimishli odam turib buni bilmasangiz kashki. Bo'pti. Siz mening og'zimni tatilgandan keyin endi men gapni oshkora qilay. Men Shuralar ittifoqiga hurmat bilan qarayman. Nihoyat havas qilaman. Odamlar ara bir-birini ezish, xorlash yo'q qilingan. Millatlar ara barobarlik amalga qo'yilgan. Hatto millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi qonuniy asosga ega qilingan mundaq davlatni men nemishqa azizlamay, nemishqa hurmatlamay. Ma'rifat chirig'ini yiqib, ushshoq millatlar orasidan sizga o'xshash 10 minglagan ziyolilarni tarbiyalab o'stirgan elga men nemishqa ixtiros bilan qiziqmay. Xususan, Shuralar ittifoqining barliq ezilgan millatlarning ozodlik ishlariga yordam beramiz degan shuariga qoyil ham mahliya bo'lganlarning biri mana men edim. Afsuski, bizga kelganda
bu shuarning bir quruq gap bo'lib qolganini ko'rib, shu boisdan Shuralar hukumatining siyosatiga aniq isam Shuralar hukumatining kattagani Stalin degan kishiga ishonmas bo'lib qoldim. Stalin degan ismni anglab, Qosim apandi xuddi bir nimadan cho'chib ketgandek o'ngi o'chib atrofga qarab oldi va darhol: "Buningga nima asosingiz bor?" "Asos demsiz?" Xo'p, anglab turing. Men aytay. Shingsay degan mal'unning qandaq mag'fiq ekanligini, xususan uning qumuldan boshlangan xalq qo'zg'olonini tinchitmoq bo'lib, daryo qon oqizgan jallod ekanligini, oxirida to'polondan to'qach o'g'irlab, hokimiyatni changilga kirgizib olganini Stalin bilmamdi. Yo'q, albatta bilatdi. Shundoq turuqliq, nemishqa Shingsayni qo'llab, ya'ni Ma Zhongyang degan qaroqchini yetim qoldirish bahonasida helaqa jimsar pitimi orqali har qaysilarining bo'kiga jigdi silib, Shingsay hokimiyatining mustahkamlanishiga zamin yaratib berdi. Stalin ezilgan millatlarning ozodlik ishlariga yordam beradigan kishi bo'lsa, Shingsay bilan Ma Zhongyangning hech qaysini qo'llamay, mushu zamindagi ezilgan millatlarning ozodlik ishlarining bayroqdori bo'lgan Xo'ja Niyaz hojini qo'llab, vatanimizning kamal ozodlikqa erishishiga yordam bersa bo'lmasmidi? Halbuki bunday qilishdan qattiq xavotirlanadi, ya'ni qo'rqadi. Bu nima deganlari? Nimishqa qo'rqadi? Shuning uchun qo'rqadiki, mubada bizning yurtimiz kamal ozodlik tepib, mustaqil davlat bo'lib qolsa, o'rikni ko'rib olib bo'pti degandak. Shuralar ittifoqining bizga chegirdosh jumhuriyatlarimi mustaqillik davosini ko'tarib chiqishi muhaqqaq. Nahotki bu gaplarim asossiz bo'lsa. Chegiz uyning ichini ig'ir bir sukunat qoplab ketdi. Faqat odamlarning ig'ir tinishlari. Sirtda bo'lsa, bosh agim suyining toshdan toshga urilib sharqirab eqishi va jang otlarining onda-sonda kishnab qo'yishlari anglanib turadi. Bugun nemishqidir hojimning sabdoshlari ichida Qosim apandidan boshqalari xuddi gap so'z qilmaslikqa va'dalashib olgandek jim o'ltirishadi. Hatto odatda so'zmanligi bilan hammani hayron qoldiradigan Namat Xalpatmu zuvon surmay shuk o'ltiradi. Hojim bo'lsa o'z odati bo'yicha bir tizini quchoqlab o'ltirib xayol suradi. Uning ko'z o'ngida bu gaplarni Jirjiz hoji emas, yaqinda Yunus Pagning hiliqi xitida tasvirlangan Sobit Damulla degan kishi qilayotgandek namoyon bo'ldi. Bu ikki odamning gaplari bir-biriga na qatorliq o'xshashadi, ha? Qosim apandining ovozi uning xayolini uzib qo'ydi. Shuralar hukumatining do'stonilik bilan qumul dehqonlar qo'zg'olonini boshdan oxir qo'llaganligi hammaga ayon paket. Buni qandaq inkor qila olasiz taqsir? Shundoq, Qosim apandi to'g'ri aytdi. Shuralar hukumati tashqi Mo'ng'ul orqali bizga nurg'un yordam bergan. Buningdan ko'z yumsaq, tuzkorlik bo'ladi. Men uruslarni har qachon do'st deb bilaman. To'g'ri. Men bu haqiqatdan hargiz ko'z yummayman. Shuralar hukumati u chaqda noita to'g'ri ish qilgan edi. Shol boisdan siz g'azillarimiz Shuralar hukumatini do'st sangan edilar. Endi-chi, ha? Endi bu hukumat o'z manfaati taqozzosidan ot Oylaxonga, yo'l Sarixonga qilib, do'stlik ahdiga xiloban dushmanimiz bilan ham tavoq bo'lishga moyirdir. Bishoy, ay xiratmand, az on do'st dast. Ki ba dushmanonat buvat ham nashazit. Yani, ay aql kishi, undaq do'stdan qo'lingni yug'inki, o sening dushmanlaring bilan mo ham tavoq bo'lsa. Shayx Sa'di hazratlarining bu nasihatlaridan savoq olmoq lozim. Yana shuni ilova qilaykim. Do'stlik, do'sti sodiq, do'sti xolis, do'sti g'araz deb uch xilga bo'linadi. Sodiq do'stni topmoq tas. Bizga xolis do'st topilsa, shuning o'zi kifoya.
G'arazlik do'st, jonga ofat. Buningdan Xudo saqlasin. Siz janoblari nima demoqchi? Sho'rolar hukumatidan do'stlikni uzinglar demoqchimi? Yo'qsa, apandim, hargiz undaq emas. Chunki Sho'rolar hukumati bizning Xudo qo'shgan qo'shnimiz. Yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shning afzal debdikan qadimkilar. Sho'rolar hukumati aralashmasa hech qanday ishimiz amalga oshmaydi. Taqdirning bizga iroda qilgan qismati shu. Mening deydiganim birli so'z. Ya'ni ajnabiylar bilan bo'ladigan do'stlikda ho'sharlik kerak, bidorlik kerak. Qosim apandi yana bir nima deyishga tamshalganda hojimning ovozi anglandi. Bo'ldi qiling apandim. Mehmonning yana qandoq gaplari bor ekan, shuni anglaylik. Rahmat. Darvaqa, mening yana bir gapim bor. Unimi aytib olay. Kaminalari 2 qitimliq haj safarim asnosida bu yiqi Rossiya, u yiqi Turkiya, Arabiston, Misr, Hindiston mamlakatlarida bir necha yil sayohatda bo'ldim. Lekin bizning yurtimizdek boyligi mo'l, tuprog'i munbat, havosi mo'tadil zaminni oz ko'rdim. Allah Taala o'zining qudrat kamoli bilan bu zaminni ostimi oltin, ustimi oltin qilib, ajabmi boy yoritib ekan. Ammo bizning xalqimiz Alloh ato qilgan bu boyliqlardan foydalanishni bilmay yoki foydalanmay, oltinga dastlab turib, tilanchilik qilayotgan bechora odamga o'xshab qolgani bilan ajnabiylar bu zaminning qo'ynida pinhon yotgan boyliqdan allaqachon voqif bo'lib, buning ko'yiga tushganlar. Mushu misli yo'q boyliqlar bu zaminning o'z beshiga bir balo bo'lib, tulkining oyon chog'iga o'xshab qolmag'iydi deb xavotirlanyapman. Ya'ni ko'z faslining oxirlari tulka o'z tukining voyiga yetganligini ko'rib, endi meni ovchilar omon qo'ymaydi deb yig'lab ketarmish. Tulka tukidan, to'ga yukidan degan tamsil shuningdan qolgan bo'lishi kerak. Az jumla o'z davrida O'rta Osiyo zimini O'rus podshohligining, Hindiston bilan Afg'oniston Ingliz podshohligining mollari uchun yaxshi bozor bo'lganidek, bizning yurtimizning mo arzon ilib qimmat sotqili bo'ladigan qo'yni keng bozor ishkanligini hamma ajnabiylar obdan bilib bo'lgan. Shu sabablar tufayli ajnabiylarning xilidan buyon yurtimizga och bo'rilar kabi ko'z olaytib xiris qilishi, fursat topsalar bu yerga tumshqini tiqishga oldirishi hargiz tasoddifiy hol emas. Ular xilidan beri Urumchi, Qashqar, G'ulji taraflarda cherkov va shifoxonalarni ta'sis qilib, kasal davolamoq va din tarqatmoq bahonasida o'z qasdini amalga oshirish uchun harakat qilib kelmoqdilar. Endi bu inqilob asnosidagi patparaqchilikdan foydalanib, mayli qaysi iqlimdan bo'lsin, hamma ajnabiylar yurtimizga tumshqini tiqishga texima oldiraydi. Hatto so'ngak talishayotgan ishlarga o'xshash bir-biridan qizg'inishidi. Bo'lmasa, boya Qosim apandi aytgandek, Majunyin qo'shonida nimishqi yapon mushovirlari paydo bo'lib qoladi, ha? Nimishqa o'rislar heliqi jimsar pitmini tuzishga oldiraydi. Nimishqa Qashqar, Yakan, Xotan taraflarda ingliz va afg'onlar oldirash chipib yuriydi. Xolos kalom, jinning qasdi shoptulda deb hammasi o'z nafsiga cho'g' tortadi. Shu tufayli endi bizning yurtimizda xeyli zamonlargacha tinchlik bo'lmaydi, qon to'kiladi, so'riqchilik bo'ladi. Xalqimizni yana qanday qora qismatlar kutib turg'ini faqat bir Allohning o'ziga ayon. Jirchi Soji qattiq yutilib ketdi. Ondan peshonasidagi tarlarni surtib olgach, hojiga qarab yana davom qildi. Sizlar g'ozi otimiz bu inqilob yolqinini tutashtirib, benihoyat buyuk ish qildilar. Millatning umidi sizlarda. Sizlar o'zlari va ayni bir do'lqinliq daryoyi azimda zo'r bir kiyimini haydab ketayotgan kiyimichiga o'xshaydilar. Ammo lekin
Shunisi ma'lumdirki, mubada g'aflat uyqusi g'olib kelib, bu kema suv tagida pinhon yotgan biror toshqa yoki daryoga usib kirgan biror tumshiqqa tasodiban urilib ketsa, na'uzu billah, qizil qiyomatning o'zi bo'ladi. O chog'da tumanligan xalqning uvoli kimga? Mahshar kuni ularning qizil tirniqi kimning bo'ynida bo'la? Allohning oldida ular nimada? Uning bu gaplari eg'ir keldimi yoki bek g'alati bilindimi, ish qilib hojimning rangi o'chib, dugulak ko'zlari mushukninkidek parqirab ketdi. Jo'g'i kichikina bu buvayning og'zidan teg'i hech kim anglab baxmagan shundoq jur'atlik so'zlarning chiqayotganiga qarab, so'rindigilarning hammasi tengirqab qilishdi. Faqat shu damgacha hech nima demay jim o'ltirgan Mahmud Muhidining tamkin ovozi bu jimjitlikni buzib Xo'sh taqsir. Yana gaplar bo'lsa, hammani esila. Otilochi pand nasihatlarga muhtojmiz. Yo'q, nasihat emas, maslahat. To'gidak so'zning tirnoqdek tuguni bo'ladi deb. Mening yuqoridagi 70 gaplarimning mafhumi birla. Ya'ni bidor bo'layli, ho'shyor bo'layli demoqchiman xolos. Anvari degan Fors shoiri mundoq debdikan. Har baloiki az osmon oyat. Garchi bodigari qaza boshat. Ba'zimin narasida miguyat. Xonai Anvari kuja boshat. Ya'ni osmondan har qanday balo tushsa, u garchi boshqalarga buyurilgan bo'lsa-mu, puti yerga tegmay turibla, Anvarining uyi nada deb meni istaydi. Demoqchimanki, biz jilikimiz sho'rliq millat. Bizga balo qazo nihoyatda oson yepishidi. Shuncha shahidlarning qizil qonlari badaliga kelayotgan bugungi nusrat va omadlarimiz g'ofil qilishlikdan sodir bo'ladigan biror savallikimiz kasofatidan qo'ldan ketib qolmag'ay deb xavotirlanaman. Chunki biz Uyg'urlar tarixda shoni shavkatlik ishlarni qilgan aql farosatli millat bo'lgan bo'lsak-mu, keyin jabr zulm, qulluq, asorat tufayli qaloq, nodon, qashshoq bir millatga aylanib qolganmiz. Nodon millatda ma'naviy illat ko'p bo'ladi. Pulga, mansabga, xotinga, xurofotga ishonish, yurtbozlik, qabilavozlik, ochko'zlik, o'z g'ururini saqlamaslik. Har kim o'z nafsiga cho'g' tortib, millatni o'ylamaslik. Xulasi kalom nodonlik. Nodonlik va yana nodonlik. Mana bular uzun yillik asoratning millat ruhiga bosgan maraz tomg'isi. Uni ozdab, taqdir va qazoning adolatsizligi bu millatning ruhida yana shundoq bir o'ksiklikni paydo qildirki, u go'yo o'zini ota-onasiz qolgan yetim bolaga o'xshash sezidi. Ya'ni uning ruhi tushgan. Kigiz uyning ichi chivin ussi shapsi anglangudek jimjitlikqa cho'mib ketdi. Odamlarning ig'ir nafas ilishlari anglanib turibdi. Allohga bihat hamd va sana va shukralloh bo'lg'aykim. Siz g'ozilar boshlagan bu inqilob sharofatidan, endi bu millat putqo'llaridagi qulluq asorat zanjiridan, hatto ruhiy olimidagi illatlardanmi batamom qutulg'usi. Inshaalloh. Allohning rahmati bilan didorlarni ko'rishga musharraf bo'lib, hamma deydig'inimni dedim. İç-qarnim bo'shab qoldi. Go'yo yelkamdagi ig'ir yukdan xalos bo'lgandek yeniklab qoldim. Allohning dargohiga-mu g'am andisiz yenik boradigan bo'ldim. Gaplarimda va xuluq mijozimda aybi nuqsonlar ko'rilgan bo'lsa, meni maaf qilasizlar. Bu balki
bizning oxirgi didorlashqinimiz bo'lib qola. Ko'nglim aynikida ro'shan ko'rinib turibdir-ki, mening bu dunyodan xo'shlashadigan soatim bakli yiqilib qoldi. Hammalarga alvida. Mendan rozi bo'lisizlar. Ilohim, g'ozilarimizga texmi ko'p nusrat ato qilg'ay. Amin. Boy ko'z yoshlarini to'kib, titrab turgan qo'llarini egiz ko'tirish bilan necha o'nlagan qo'llarmi egiz ko'tarilib, Amin degan sadolar bo'rondek gurkirab ketdi. Kishilarning mang'iz va soqollaridagi yosh tomchilari chiroq nurida marvoyitdek porqirab ketdi.